alaykum. Men Ismoil Oqbo'liy, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filial 2-bosqich talabasiman. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz pedagoglik kasbiga umumiy tavsif. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Pedagog kasbining mazmuni va jamiyatdagi o'rni. Pedagogik faoliyatning asosiy vazifalari va funksiyalari. Pedagog shaxsning kasbiy sifatlari va kompetensiyalari. Pedagogika yunoncha pedagogik tarbiya, ta'lim hamda ma'lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rgatuvchi fanlar majmuasi. Pedagogik institutlar va ayrim boshqa o'quv yurtlarida mutaxassislik dasturi asosida o'rganiladigan o'quv predmeti ham pedagog deb yuritiladi. Pedagog tarbiya jarayonining qonunlari, tarkibi va uni tashkil etish mexanizmlari tadqiq etadi. Tarbiyaviy va o'quv ishlarining mazmuni, tamoyillari, ularni tashkil etish shakli, usul ham belgilab beriladi. 21-asrga kelib o'quvchilarning vazifasi yanada takomillashib bormoqda. Endilikda global o'zgarishlar, fan, texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi, o'qituvchilarda yuksak mahoratni, o'tkir iroda, psixologik qarashlar, chuqur bilim va mulohazalar bo'lishini talab qiladi. O'qituvchi eng avvalo mas'uliyatni his etishi, tarbiyachi tajribaning notiq madaniyat va ma'rifat targ'ibotchisidir. O'qituvchi tabiatdan o'quvchilarni seva olish, o'z mehrini, his-tuyg'ularini har lahzada o'quvchilar ichki dunyosi bilan bog'lay olish, ularning ham mehriga, hurmatiga sazovor bo'lishi kerak. O'qituvchi jamiyat ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mohiyati chuqur anglab yetishi va ularga xolisona baho berib, bu borada o'quvchilarga to'g'ri asosli ma'lumotlarni doimiy bera olishi lozim. Zamonaviy o'qituvchining ilm, fan, texnika va axborot-kommunikatsion texnologiyalari yangiliklaridan va yutuqlardan xabardor bo'lib borishi talab etiladi. O'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur va puxta bilimga ega bo'lishi, barcha fanlar integratsiyasini o'zlashtirib borishi, bunda o'z ustida tinimsiz ilmiy izlanishlar olib borishi zarur. O'qituvchi pedagogika va psixologiya fanlar asoslarini puxta bilishi, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim-tarbiya faoliyatini tashkil etishi kerak. O'qituvchi kasbiy pedagogning faoliyatida ta'lim va tarbiyaning eng samarali, zamonaviy shakli, metod va vositalarini unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lmog'i lozim. Kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis davr talablarini chuqur anglashi, yangi bilimlarni izlab topishi, kasbiy kompetentlik negizida quyidagi sifatlarni aks ettirishi: ijtimoiy kompetentlik, maxsus kompetentlik, psixologik kompetentlik. Shuningdek, pedagog kasbi jamiyatning ma'naviy, ma'rifiy rivojlanishida hal etuvchi o'rin tutadi. Eng mas'uliyatli, balki barkamol shaxs tarbiyalovchi, o'quvchilar hayotga tayyorlovchi, ularning dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy faolligi shakllantiruvchi yetakchi shaxs hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz qisqacha shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.